Assalomu alaykum, hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Bugun sizlarni Oqsaroy City'da ko'rib turibsizlar. Stoyankalari ham bor. Zo'r joy, shaharda markazi, mana stoyankalar polni qilingan. Hamma sharoit qilingan. Oldiga mana огородlar qilingan, polni mana bruschatkalar terib. Shaharda markazi 4-etaj. Hozir shu uyimizda obzor qilamiz, sotuvga qo'yamiz. Podyezlari juda keng, remontlari idealni qilingan. Bunaqa qilib hech qaysi dom hozir remont qilinmagan, faqat shular mana shunaqa devorlarga dizayn qilingan. Mana uyimiz ichi idealni aboylar tanlangan. Hozirgi high-tech ranglar ishlatilgan. Mana bu kuxnya. Derazasi hovliga qaragan. Akfa qilingan, plastik. Shovqin o'tmaydi. Mana ko'k gumbaz ko'rinib turibdi. Vid shaharda markazi. Tog'lar ham ko'rinib turibdi. Mana bu smart maktab. Bolalaring bir qadam yaqindan o'qiydi. Eng zo'r maktablardan biri shu hozir chasnilardan. To'q konturni kotyollar qo'yilgan, suv, отопление hammasi ishlaydi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma sharoit bu. Kuxnyada ko'rib turgan hamma narsalaring qoldiriladi. Pardalar, kuxnya garnitur, hamma plita. Bunisi mana sanuzel, vannaxona, dush. Buni yarimgacha kafil qilingan. Hammasi idealni turibdi. Shu turish qoldiriladi bu. Mana bu hojatxona, kafillar ham juda chiroyli tanlangan, did bilan. Pachti ishlatilmagan, hali hech narsa yashalmagan deyarli. Ventilyatsiyalar hammasi qo'yilgan. Mana koridor. Aboylari hamma joy bir xil qilingan koridorda. Mana bu bitta xonamiz, общий 45 yarim kvadrat. Mana havo aylanishi juda zo'r. Ham baland bo'lgani uchun konditsioner hojati ham yo'q ekan. Mana Oqsaroy ko'rinib turibdi. Mana Oqsaroy. Havo toza. Maydonning havosining tozaligini hamma biladi. Radiatorlar qo'yilgan. Qishlarga zo'r isiydi bu uylar. Naboylari. Patolog mana. Yevro high-techga turibdi uyimiz. Eshiklar ham chiroyli eshiklar tanlangan. Ana bu xona spalnya. Shu kravat bilan mana bu televizor faqat chiqib ketadi, qolgan hamma narsa qoldiriladi. Aboylari yaxshi tanlangan. Uyimiz mana 45,5 kvadrat, 2 xona, 4-etaj. Narx pulga olaman desanglar 32 ming, narx sanasanglar ozgina kelishadigan joyimiz bor. Agar kreditini davom ettiraman, yengilroq variant qilib beringlar desanglar 17 ming berasizlar. Uni ham ozgina kelishsak bo'ladi. 194 million kredit qolgan, oyiga 2 million 840 mingdan chiqadi. Juda arzon kredit bo'lgan vaqtiga. Hozir bunaqa kredit 2 million 900 to'laydigan variantlar yo'q уже. 17 ming berib, oyiga 2 million 900 dan to'lab kreditini davom ettirsanglar ham bo'ladi. Idealni variant. Tayyor shunday kirib yashasa bo'ladigan uylardan so'ragan tanish bilishlar tashlab qo'yinglar. Podpisatsiya qilib like bosib qo'yinglar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, bundan keyin chiqadigan videolarimizni o'tkazib yubormaysizlar. Zo'r variantlar qo'yib boraveramiz. Telefon qilinglar, gaplashamiz.